yelkasiga tashlab oladi-yu, ridoni. Yelkasidan tushib, otning ustidan sidirilib tushib qoldi. Yelkalardagi ridolar. Bir qancha yo'l yurgandan keyin sheriklar yelkangizdagi ridoyingiz qani desa, qarasalar yo'q, tushib qolgan ekan. Otdan tushdilarda, hozir sizlar bir oz meni poylab turinglar deb turib piyoda yurib keta boshladilar. Hazrat, nega piyoda yuryapsiz? Bu ot bilan borib kelsangiz bo'lmaydimi deganda, bu ot ijaraga oluvdim. Men buni shu tarafga minib borish uchun ijaraga aytib oluvdim. Men boshqa harakat uchun ko'za tutmagandim deb omonatga rioya qilishim kerak deb turib, bergan va'dalariga xilof ish qilmaslik uchun otni o'sha yerda to'xtatib, borib o'sha ridolarni olib kelgan ekan. Mana omonatdorlar.